Assalomu alaykum Xalq dardi kanalini kuzatuvchilari. Bugun mana ertalabdan keldik, kecha qo'ygan betonlarimizni apalavkasini yechgani. Bugun endi apalavkalarni yechib, hozir qurigan bo'lsa agar blokni boshlaymiz, agar qurimagan bo'lsa ertaga boshlaymiz. Bugun bloklarni tushirib, kuzatib borsanglar, tayyorlab qo'yamiz. Obunachilar bilan salomlashib qo'ying. Hamma ehson qilganlarga rahmat aytamiz. Ehsonlaringiz dargohida qabul bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Nasib bo'lsa kuzatib tursanglar, bitgan jarayonlarni ham ko'rasizlar. O'zi kam qoldi. Ha. Qani ketdik, apalavkalarni yechib boshlaymiz. Sodiqga uch tarafdan yechingchi. Topay diye uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Onasin, otasin, didorin qumsa, yot yilda yovrini so'zlarin eslab, har kuni o'tkazar ketmoqni qumsab, uyini sog'ingan musofirlar, uyini Ha, suv sepishingiz kerak. Ha, bitta emas. Hozir men ketaman-ku, keyin suv sepib qo'yavering. Ha. Beton chatnamaslik kerak-da, aka. Hozir issiqda beton tez quriydi-ku, chatnaydi. Issiqda chatnaydi, keyin nima bo'ladi? Beton sifati bo'ladi. Shuning uchun bismillah. Ha? Eshik kattami? Yo'q, eshik uncha bo'lmaydi, shu mana shu yerdan bo'ladi eshik. Mana shu yerdan bo'ladi. Yo'q, qoqilmaydi, taxta qoqiladi bari. Yo'q, taxta. Qanday taxta qoqasi? O'zining ramkasi bo'ladi. O'sha hech bo'ladi. Yo'q, ramkasi minchayna bo'ladi. Ha, ramkasi profil bo'ladi, 4 santimetrlik. Ikkovi. Ha. Ikkovi 10 bo'ladi ikkovi. Ha. Sen bora o'tadi. Assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Yaxshimisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Aziz do'stlar, mana soat 6 ertalabdan biz esa harakatda mana shu Sodiq akani uylarini yopish uchun. Jigarlar, bu ko'pchilik bilan bitadigan ish. Avvalambor ehson qiladigan jigarlarimizni nimaiki niyatda ehson qilgan bo'lsalar, niyatlari amalga oshsin. Bu yog'iga ham podдержкада bo'lib turaylik. O'sha pullarimizni oxiri ko'rinib qoldi. Rossiyada yurgan jigarlarimiz ehson kartalar qo'yilgan, Sberbankka bog'langan telefon nomerlar 100 rubl, 50 rubldan podдержка qilib tursak, xudo xolasa chiroyli qilib bitirib tashlaymiz. Hozirda mana Komil do'stimiz gazini bosyapti Sodiq aka bilan. Bu yo'q sizlardan. O'zbekistondagilar 10 mingdan 5 mingdan harakat qilsak, xudo xolasa chiroyli bo'lib mana Sodiq akaning uyi devorlari o'raladi. Like'larni bosamiz qadrdonlar, yaxshi kommentariyalarni yozamiz, kommentariyalarni Sodiq aka ham o'qib turibdi, yangi ham hamma biz ham o'qib turibmiz, motivatsiyani berib turamiz. Gazini bosamiz.